Fan klub a'zolaridan ham olaylikcha, deb oddiy odamlar tushavermay. Futbolni ichida yashashadi-yu. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Ishlaringiz yaxshimi? Top 3 mavsum yakunida 1-2-3 kim oladi deb o'ylaysiz? Andijon jamoamiz xudo xolasa chempionlik harakatida yangi mavsumni boshlaydi. Chempionlik Andijon jamoasi. 2-3 Ikkinchi o'rinda Paxtakor, 3ta Vodiy. Vodiydan Neftchi bo'lishi mumkin. Qaysi komandaga bolid qilasiz? Chet el Real Madrid. Real Madrid. Albatta, Real Madrid 80% ko'chada ham muxlislar qoladi. O'yinchilar sanashdan batl o'ynaydi. Mayli, bo'ladi. Qarshi bo'lmasa. Mayli. Yo o'ynab chiqib ketganlarni sanashdan, yo hozirgilar. Hozirgi sostav. Bo'laveradi aka. Boshlab berasizmi? Thibaut Courtois, Mbappe, Andre Lunin, Varatara, Nunina, Rodrigo, Eder Militao, Vini, Carvajal, Garcia, Hayson, Asensio. Alaba, O'rtada kimlar bor? Arda Güler, Valverde, Gonzalo, hujumchilar. Trent Alexander-Arnold, Ceballos. Camavinga. Yetkazib qo'yaman. Hozirgilarga o'ynasak. A few moments later. Tik yutkazib qo'ydim aka. Men yutkazib qo'ygan paytimda tomoshabinlarga keyingi turga bitta bilet qilib beraman deyapti. Biz sizlar stadionda ichida Nashidamizmi? Sizlar uchun o'zi joyim narigi tarafda. O'yin tugaguncha baqirib beraman. Xudo xolasa. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Bam 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 digo abima